Assalomu alaykum Gulshaydolari. Men ro'za Ramazon oyida charchamayapsizlarmi? Ro'zalarimni ochib, meni gullarimni quchichi qazgandim. Qorong'i bo'lsa ham obzor qilyapti. Mana hozir jiyda xurmo yegan jiyda xurmamizni ekmoqchiman. Bundan yana oldingi yeganlarimizni ham ekkanman limon ko'chatimni nimasiga. Mana bu ham qorong'i ekan, mana yorug'ga chiqasan hozir. Mana limonimni ekkandim. Shuni tayyor. Nimaga shuni ekib qo'yar ekansizlar? Nam. Bu chiqar ekan. Ro'zidagi tuprog'imiz faqat gung va nimadan iborat limonga ekkan edim men. Mana qaranglar. Bog'imiz ichida bular. Mana. Kech bo'lsa ham hozir jiyda xurmo yedik. Ekib kelaylik. Mana ustini yopib qo'ysizlar. Mana shunda suv quyib qo'ysizlar. Mana bu uyimiz issiq bo'lganga dollar gullarimiz chiroyli chiqmadi deb xafa bo'ldim. Alhamdulillah mana ko'chaga chiqasib kun soviganiga mana barglari yaxshi. Men bunga chiroyli kompot mana bu anaqa nomi bundan ozginagina qisinglar o'zi qizarib ketar ekan. O'zi ichida kam qo'ygan ekan savaruri. Mana rangi rozviy bo'lishi kerak ekan. Men bugun mana shu dollar gulimni ochilishiga obzor qilib internetda ko'rganman. Qaranglar, kolani yangi hozir ochyapman. Mana qaranglar, 05 kola qo'yganman. Qaranglar. Shu dollar gulimni ochilish uchun nimalar qilmaganman? Ko'rdinglarmi? Gulzor ochilsa 8 yil bo'lgan. Bunga kola qo'yganman. Bitta 05 kolani barini shunga qo'yibdim. Drojali suv quydim. Odamlar nima etsa o'shani quydim. Qaranglar, kola pishirlab internetda ko'rgandim. O'shani qilaman dedi. Mana alhamdulillah qildim. Mana buni nomi esimdan chiqib ketdi. Uni keyin yana bir marta hozir kam qolgan ekan, keyin obzor qilib ko'rsataman. Mana kolani dollar gulga quydim. Ochilish uchun, yaxshi bo'lish uchun. Bu qishda uyda bo'lganligi uchun, issiqda bo'lganligi uchun lapshim bo'lib, qaranglar, hali ham o'ziga kelmagan. Bunga qilmagan narsam qolmadi. Sovuqqa chiqqazganimdan keyin mana quyosh chiqmaydigan joyga olib kelganimdan keyingina mana o'ziga kelyapti. Dollar gullari hech qachon issiqqa qo'ymanglar. Issiqda barglari yumshab ketar ekan mana. Suv quyib turinglar ichiga. Suvsiz hech qachon qoldirmanglar. Suv bir hafta, 2 haftalab suv quymagandim, balki shundandir. Bilmadim, barglari yumshab qolgan ekan mana. Oldingi hafta kim etgan, kim nima desa o'shani qilaman bularga. Bularni yaxshi ko'rman. Mana bu o'ziga keldi mana. Qaranglar. Keyin bularni tuyaklarini almashtirgandimda o'shaning uchun yumshab qoldimi. Sovuq
yo'qqa chiqqandan keyin o'ziga keldi. Qaranglar, mushtlashtlarimni. Bir-biridan chiroyli. Ertaga chiroyli qilib kompot qilib, xudo xolisa abzor qilib olaman videoga. Просто hozir kola qo'yishimni mana jida xurmo ekishimni. Mana jida xurmo 2 oyda chiqar ekan. Xudo xolisa 2 oy 3 oyda abzor qilib jida xurmam chiqqanini sizlarga ko'rsataman. Ro'za Ramazon oylarida charchamanglar. Sog' omon bo'linglar. E'tiboringiz uchun rahmat.